Yaxshi turasizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi, nimaga? Men to'xtaymanmi? Chochmi? Qanaqa soch? Kimni sochi bu? Men bilmayman, ishdan kelayotgan bo'lsam. Qanaqasiga bilmaysiz, sizni kimingiz ustidan chiqyapti? Ayollarning chochi kimlar bilan o'ralashib yuribsiz? Nima sen bahona qidiryapsanmi? Qanaqa bahona? Mana fakt bilan ko'rsatib kimni sochi bu? Farruh aka, telefoningizni berib turing, telefon qo'ying. Beqol. Qilaman deb oldingmi, qilmaysanmi? Endi qilmoqchi edim telefon. Qo'lab o'tiribsan, o'qiganing yo'q. Nimanidir bekityapsizmi? Nimani bekitaman, qilaman deb oldingmi, qilmaysanmi? Telefoningizni endi qilyotdi. Bor damashkadan tur. Farruh aka. Ha. Oxirgi vaqt o'zingizga joy qaryapsiz, o'zgarib ketgansiz, ishdan kech kelyapsiz. Kimlaringizdan soch chiqyapti, o'sha kuni telefoningizni olsam asabiylashib ketyapsiz. Bu yerda nimadir gap bor, meni sezmayapti deb o'ylamayman. Nima uchun shubhalanaversan, ha? Nima uchun ishonchsizsan? Sen shunaqa qilayotganing uchun o'zimni shunaqa tutyapman. Bo'ldi qiyin, bor mashinada o'tirib tur, hozir tushaman. Tushunmadim. Nimani ovozi bu? Telefonmi?